Hop, yana bitta YouTube kanalimizga knopka uchun zaявka berdik. Mana do'stlar ko'rib turibsizlar. Thank you for your order mana. Knopka keladi, xudo xolasa 1 oy ichida kelsa men sizlarga hop natijasini nasib bo'lsa aytib qo'yaman do'stlar men. Hop, knopkaga ariza berildi. Kanalimiz ismi Zabihulloh Stora deb nomlangan kanal. Bular Instagramda ham 1 milliondan oshiq obunachilari bor. Hop, shu kanalimizga mana knopka berdi, zaifga berdik knopkaga do'stlar. Knopka kelib qolsa, xudo xolasa men sizlarga buni ham bir obzorida nasib bo'lsa olib chiqaman. Kanalimiz yaqindagina o'zi 100 ming obunachi bo'ldi, mana ko'rib turibsizlar. Lekin sirazi knopkaga ariza berdik. Nima uchun? Men masalan ko'pincha knopkaga masalan ayrim kanallarda 100 ming, 150 ming bo'lganda ayrimlariga 200 ming. Misol uchun men birinchi o'zimning kanalimga 200 ming obunachi bo'lganda chaqirganman. Knopkani 200 mingmi, 400 mingmi eslolmayman, короче. Chunki men knopkaga qiziqmaganman. Men bitta odatim bor. Sizlar ham shu odatni nima desa bo'ladi? Tavsiya qilaman sizlarga. Bitta zo'r odatim bor. Qanaqaki, YouTube'da o'zi beraman demasa knopkani men olmayman. Mana shunaqa odatim bor. Endi masalan kimdir obunachilarimiz kelib menga knopka bering desa, masalan tekshirib beraman zaifkasini. Lekin o'zimning kanallarim bo'lsa, 2 ta, 3 ta kanalimga o'zimga olgan bo'lsam, o'sha kanallarimda qizig'i men so'ramaganman YouTube'dan. Masalan knopkamni beringlar deb so'ramaganman YouTube. Shunaqa odatim bor. Chunki bilaman, YouTube'ga talab qilsangiz, masalan supportga kirib janjal qilasiz-ku, monetizatsiya o'chirib qo'yadi ko'pincha. Bu ko'p tajribadan o'tgan, ko'p kanallarda biz proba qilganmiz. Shuning uchun men talab qilmayman. 100 ming, 200 ming, 300 ming, 400 ming bo'lsa YouTube o'zi aytadi. Gemarga SMS jo'natadi. Iltimos deydi, knopkangizni olib keting deydi. Ana shu payt bor, eng zo'r payti bo'ladi. Chunki nimaga desanglar, u payt YouTube o'zi tekshirmaydi, robot tekshiradi u payt. Avtomatik robot tat gemarga jo'nataveradi, u proverkaga tushmaydi kanal. Lekin talab qilsangiz, uni ruchniy odam tekshiradi, farqi shunda. Xo'p, bu ham egalari aytishdi bizga sirazi. Bizga shu knopkaga SMS keldi Gmaildan, oling deb aytayapti deganlar uchun chaqirib berdim. Mana 14-aprelda ko'rib tursanglar, YouTube'da o'zi aytgan, iltimos knopkangizni oling degan. Ko'ryapsizlarmi? Menga mana shunaqa narsa yoqadi. O'zi oling deb YouTube taklif qilsa, bu zo'r natija bu. O'sha natijaga erishish kerak. YouTube talab bermayaptimi sizga? 100 ming, 200 ming, 500 ming obunachi bo'lsa bermayaptimi YouTube? Endi nima yuraverasiz? Shu. Endi talab qilsa ham bo'ladi, lekin men talab qilishni yoqtirmayman. Lekin obunachi so'rasa chaqirib beraveramiz, farqi. Lekin o'zi avtomatik holatda chiqib ketsa do'stlar, avtomatik holatda bu cho'tki bo'ladi. Bez tekshiruvsiz chiqib ketadi, u zo'r bo'ladi. Xo'p, knopka chaqirib beramiz do'stlar. Knopka kerak bo'lsa Telegramdan aloqaga chiqinglar. Yoki 99lik 791 32 32 eslab qo'y, 99lik 791 32 32 ga SMS, Telegramda yo'q bu nomerim. Prosta SMS knopka kerak, to'lovini qilaman desanglar, to'lov 150 ming so'm. Yoki bo'lmasa sal narx oshgan bo'lsa aytamiz, kelishamiz. To'lovini qilaman deb yozsanglar, batafsil holatda do'stlar gaplashamiz. Har xil kanallarga har xil bo'ladi knopka, lekin narxlari ham. Masalan, ayrim kanallarga qimmatroq bo'ladi, hamkorlarga arzonroq bo'ladi, ayrimlar qimmatroq shunaqada. Vaziyatga qarab. Masalan, ayrimlar kanalimga kirmang vobshe deydi. Unda endi boshqacharoq bo'ladi. Kanalga vobshe kirmasam, u yana disk orqali bo'ladi, qimmatroq bo'ladi. Xullas, kelishuv asosida do'stlar, ja qimmat ham bo'lmaydi. Xo'p, yoki Telegram nomerim mana shu videoning kommentariyasida bo'ladi. Bitta bossangiz Telegram kirib ketadi. Shunaqa. Mayli do'stlar, salomat bo'ling. Yordam kelsa aloqaga chiqaverasiz.